mana katta bo'lib qoldi. Tayyor. Kelajak kishida xudo xolasa bir hafta o'tganda chetga eksport bo'ladi aka bu qovun. Sonra eksport uchun ekkanmiz. Mana qarang mana. Qarang nachalayapti. Mana. Mana qarang mana bular yangi solganlar. Mana hosildorlik zo'r aka. 3 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta solgan. Mana ko'ryapsiz. Ko'p qovunchilarimizda muammosi bor-ku. Mana bu. Bachkalamadi, tirish maqib qoldi, o'smay qoldi dedi. Siznikida bunaqa yo'q. Mana qarang, mana siz aytasiz, kuzgacha mana xudo xolasa mana bizani. Nargisi ham keyin davom etyapti. Ha, davom etaveradi. Mana bu beldagi tayyor bo'lyapti. Mana uchida bitta bor. Oziqalarni berib tursangiz bo'ldi mana. Bo'ldi. Oziqalar. Petrachem Agroni dorilariga, ozuqalariga, boshqa dorilariga, boshqalarga tavsiya berasizmi? Bari so'rasa kerak, nima sepdingiz, nima qildingiz, bir-biridan so'raydi mana. Mana shu tarpenzi F1 urug'imiz. 2-3 ekanmiz. 20-aprelda ekilgan shqon aka. 20-aprelda. 20-aprelda ekilgan. Mana hosildorlik zo'r aka. 3 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta solgan. Mana ko'ryapsiz. O'sha sizdan olib kelgan ozuqalarni sepdik. Rival, Izabion. Ekezebion bilan Rivalni har 8 kunda urib turibman debsiz, ha? Har 8 kunda urib turibmiz. Hala yaxshi. Shu boshida bir yoshlikdek kasallik tushdi. Shu bergan dori sepdi, bitok degan. Bag'larda qurish bor, mana hozir yopib tashladik-ku, bu tarafdan bachkilab turib yopdi. Foyda berdi, bitta bir marta foydalandik. Sizda quritishdi, mana qarang, bag'lar qurib ketdi. Mana shu hozir mana tagiga qarang mana. Bipitos shu sizdan olib keldik-ku. Mana shu ana yo'q qildi. Mana shu bag'lar qurib tushib ketdi-da. Qarang mana. Mana endi shu boshqa barglarga o'tmadi, qurib yo'q bo'ldi. Bir marta sepdik. Bipitoni 10 litrga 10 grammdan qo'shib septiradi. 10 litrga 10 gramm qo'shib urdik. Kili bilan. Siraz to'xtab. Bipito degan dorimiz u qurtniki sistemli dori bo'lib, mana o'zaklarning ichiga qurt tushib ketadi-da, yangi chiqargan bargda. O'zakning ichidagi kili bilan o'ldirdi. Xudo xolasa to'g'rilab mana katta bo'lib qoldi. Tayyor. Kelajak kishida xudo xolasa bir hafta o'tganda chetga eksport bo'ladi aka bu qovun. Sonra eksport uchun ekkanmiz. Hozir boshlaymiz bir hafta o'tganda. Bu Rivalni ko'p ishlatganingizni sababi o'tgan yil ham ko'p ishlatganman debsiz, ikkinchi yil sinashingiz. Rivalni doimiy ishlatib tursa, demak kasallik ham ko'rmaydi. Ki ob-havo misol har xil o'tgan yili namgarchilik kuchli bo'lgan aka. Bu yil havo sikildi, ko'ryapsiz. Quruqgarchilik bo'lgani uchun qovunda stress holatini ham yaxshilar ekan. Yomon emas. Qo'ragan, sarg'aygan nimasi yo'q, yana qo'shimcha hosil berishda davom etyapti. Mana hosillar hozir mana bu yerdan yetishtiryapti. Mana aka hosillar. Yana bor. Har bittasi bitta bor. Xudo xolasiga sentyabr, oktyabr oyigacha sotamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Oziqalarni berib tursangiz bo'ldi mana. Bo'ldi. Oziqalar. Petrachem Agroni dorilariga, ozuqalariga, boshqa dorilariga, rahmat. Ishonchli. Boshqalarga tavsiya berasizmi? Albatta. Bo'ldi. Ko'piga tavsiya qilyapmiz. Kelib ko'rishadi. O'zimiz dehqonlar ham. Bari so'rasa kerak, nima sepdingiz, nima qildingiz, bir-biridan so'raydi mana. Nechtasini jo'natyapmiz, keyin oldingizga. Mana 3 ta 4 ta hosil yomon emas aka. Falak yaxshi. Bitta qovunda 3 ta 4 ta qovunni kattalashtirib bera olishga kuchi ham yetyapti, ozuqasi ham yetyapti. Falak kuchi ham yetyapti mana. Birinchi nimalarimiz tayyor bo'lib qopti o'sha. Shu birinchi hosillar tayyor bo'lyapti. Bir haftada xudo xolasa chetga eksport qilsa bo'ladi. Mana shu hosillarni bir haftada eksport qilsa bo'ladi. Katta bo'lib qolgan. Bugun 2025-yil 21-iyun. 60 kun bo'lyapti. Xudo xolasa 65 kun deganda tayyor bo'lar ekan. Ha, 5 kun. 65 kun deganda tayyor bo'ladi. Birinchi hosilni o'zamiz-da. Birinchi hosilni o'zib yana oziqa berasiz, yana rivojlanib solib bo'ladi. Falak kuch charchamasa bo'ladi, charchamaydi. Yaxshi, barakasini bersin.